Salom bolalar, men sizlar bilan Eldorbek. Mana bugun men o'z YouTube kanalimga qo'yib turgan videolarimni qanday tayyorlash va avatarga shunaqa boshqa videolarni tayyorlashni ko'rsataman hozir sizlarga. Mana shu bizga birinchi CapCut kerak bo'ladi. CapCutga kiramiz va editda turgan bo'ladi. Siz mana shu joyga o'tkazdirib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisiga o'tkazdirib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu joydan birorta video yasab, masalan, men mana buni tanladim deylik. Keyin pastda turgan kod ichida turgan yozuvni bosamiz. Va bu o'zida ichidagi rasmlardan birortasini tanlab qo'yamiz. Men hozir shu videolarni YouTube'ga qo'yaman. Hozir mana bu yerdan realni kenarga pasajini olamiz. Real bilan bassa ekan. Qani ko'ramiz. Bu video yaxshi chiqmadi, shuning uchun hozir sizlarga yasashni ko'rsatdim xolos. Hozir men mana shu videoyim uchun o'zim shu videoga banner va avatarga video uchun rasm yasaymiz. Birinchi buni tanlaymiz. Menda bu rasmlar bor edi. Shuning uchun bularga men hozir bu rasmlar menda bor. Sizlar o'zlaringga kerak bo'lganini yasab olasizlar. Men bunga video betiga rasm yasash deb qo'yaman. Video ustiga mana shuni mana bu yerga qo'yib olamiz. Hozir bu yerdan mana bu yerga bosib buni mana shunday qilib qo'yamiz. Mana shunda endi kichkinalashtirib videoga moslashtirib qo'yib olamiz. Yana tekstga o'tamiz, boshqa yozamiz. Bu bo'ldi. Yana bitta yozishimiz kerak. Rasmlar yasash. Yo'q. Pastga yozishimiz kerak. Rasmlar yasash. Mana bunday. Siz ko'rgan odam bu bunaqa yaxshi ekan deb o'ylashligi kerak. Mana shundan ko'rib men yasayman deyish kerak. O'shaning uchun ranglar bilan yasatishingiz kerak uni. Yana bu yerda mana Add Photo'ni bosamiz. Bu yerdan men mana buni oldim va bu yerga telefondaligini bildirish uchun telefonning rasmini qo'ydim. Mana endi biz
qaysi ilovalar kerakligini bildirishligi uchun CapCut. Mana bu yerga CapCutni qo'yaman. Va mana bu yerga YouTube'ni qo'yaman. Mana bu yerga YouTube. Endi mana unga telefonda deb qo'yishim kerak ekan boshiga. Telefonda bo'ldi mana. Sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerga. Bu mana bu yerga. Bu mana bu yerga. Mana telefonda video ustiga rasm yasash. Endi bu qiziqroq, obunachilaringizga qiziqroq bo'ladi va mana bu ustiga yaxshi chiqmay qopti. Mana bo'ldi. Mana telefonda video ustiga rasm yasash. Mana sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, men hozirda o'zida shu narsalarni tayyorladim. Hozir masalan sizlarga biror narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan men telefonni oldim. Telefon pxone, inglizchasiga pxone bo'ladi. Pxone nuqta nima deb yozadim? Google ga yozish kerak. Banjimi shunaqa oxiriga banji deb yozish kerak va pxone deb yozsangiz ham chiqadi. Pxone deb yozganingizda mana shunaqa rasmlarni olib, CapCutga kirib, mana bu crop degan joyni bosib, rasmni kesib olishlaring mumkin. Yana ko'p narsalar bor bu yerda. Mana shu rasmlaringiz ortiga rasmlaringizni ortiga mana shunaqa rasmlar qo'ysangiz bo'ladi. Ko'p narsalar bor bu yerda. Mana tiniqlashtirsa bo'ladi bu yerdan. Mana bu yerda ham bezak bersangiz bo'lardi bu yerda. Bezak ko'proq bunda bezak bo'ladi. Yana mana yarim aylana turgan joyga borib, stickler textdan keyin kelganiga o'tib, oxirga arrows degan joyga o'tib, mana shu joydan o'zingizga keraklisini yasab olasiz. Kerakli narsalarni topib olasiz. Men hozir o'zimga kerakli darajada kichkina qilib yasayman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Zo'r chiqdi. Bu endi shu videoyim ustiga qo'yiladigan rasm. Sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz 150 taga ozgina qoldi. 7 ta obunachim qoldi. Shu videoni qo'yib turganimga 7 ta obunachi qolgandi. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Yana nimalarni o'rgatay, kommentariyaga yozib o'tinglar. Keyingi videoda kim ko'p kommentariyaga yozgan odamning qaysi birida eng ko'p like yig'gan bo'lsa, shu odamni aytganini qilib men video tayyorlayman. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Men 150 taga oz qoldi. Ko'rishguncha xayr. Mana keyin to'xtanglar. Tepadan Steveni bosib qo'yishlaring kerak.
Men uzr bu joylarni esimdan chiqarib qo'yibman. Keyin doneni bosamiz, tepada turganni doneni bosamiz. Bo'ldi. Mana bizning video ustiga qo'yiladigan rasmimiz tayyor bo'ldi. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Aytganchalik kommentariyaga yozib qo'yish esingizdan chiqmasin, ha? Xayr.